Bismillahirrahmanirrahim. Ceyda mayda teladim. Bu kızarda var belam şey olmaz bu internet var bir koyay. Ekran açayım. Yine kalıp düşüreyim olsa cebine de telefon olsa. Biraz bile aydı para. Ama sivri böyle. Aha, şeyde ben telat mıdım. Niye sen zarım komapta? Bu nima degan sozda? Assalomu alaykum aka, yaxshisizmi? Va alaykum salom. Kun yaxshisanmi? Alhamdulillah, baxayr bo'libsizmi? Qayerga boryapsiz ko'charam? Shuni darmaniga sasini sepdim. Laqini bilan o'taribdilar, qo'ng qilaman deb. Adatidan men olib qo'ygan. Bet ovulga noxos yemay demay traktorda kelib turib edim. Mana deb telapsiz bo'lmaydi. Menga ovlimdamini bering. Tovlan peshira o'zimda olimga noxos yeyman. Kelajagim birinchi qovun qilaman. O'zim narka ovulga arpa seyib o'zingiz tomlaringizni jo'rlab buni duvalab chitirib olibsiz. Men ovlimda tovni peshira sho'r qovada. Men shu noxat vaqt birlagana yoniga qovun bir chayrak xumadiram tegaman deb jalaga jo'rlayman deb shularni. Aytib taylas berdi. Nima degan sozdi? Menga qo'yasan, qo'ymaysizmi? Inoqada tegmayman, otangiz o'lguncha aytmaydimi? Ikki o'g'lan shu ovullarni bo'lib olgan. Sozlab yarim so'rang, yarim akinga berdi. Xo'p, seni gapingam sayi. Ne o'toqlar ko'rasan gang talaganman, dasaka sirib qo'yib ham jo'rlagan eman, ha? Ana o'toqlar men jo'rlab sodlab olayin. Sho'rdim senga beraman, ha? Ana buni sen o'toqlaringdan nasib bo'lsa baxar, damiga tosh terib qo'yib ham baxar degan bor buni nima qilaman? Ana dollaraman ko'taraman, sen o'toqlardan jo'rlab beraman, g'am yemagin ukam. Ha, sen hafsala qilgan, sabr qilgan, toqat qilgan, xayr. Bo'lmaydi meniki xolos. Buni o'ylama deb ketib aytmang tag'in. O'ylaydi men taratorib kelaman, o'zim o'tarib noxat bo'lsa men meniki bo'lmadi bunga ket. Qo'tarib olmay boshqa ketaman men. To'xta, bitta sabr qilda kelay, to'xtasana bu kelma. Hafsala qilda ke? Akalik son bo'lmadi. Ketaman. Ey Xudoyjon, bugun dashtdan bir chakar borib, dashlarni ko'rib, nomida bir bug'doyni keldim, bu bug'doy ham olam aralab ya. Asram bo'ldi, borib qolay, kor qilay. Ko'llarni ichini solib, haydavchilar toshilib, bilab-bilabdi, shuni tozalab tayyorlayman. Asr inshaalloh vaqtida tavakkal. Mol kim ekan berlarga tamam. Bu qani katta bir Ojbek deb bir ikkita toshni men kolamda o'shtirdim. Men bu dami chirtiq ekan, yamoq solib qo'yibdi. Bir to'kishda qadim bo'ladi. Oltani shundaqadan. Oltani qaysi ko'rmasin. Inoqadan shuning bo'lsa, mutaxassislar menga yer mer ish bolani mag'madi. Hamma narsani o'zi oldi. Arz qilib shunga taqimdan bo'lsam Biyaza arz qilib aka, bu zamonga arz qilmasang hech kim bermaydi ekan.